Sizlar bilan men yana o'sha Abdurahmon ko'rishib turgan narsaman. Bugungi videomiz juda ham ajoyib bo'ladi. Minecraft ya'ni u juda ham zo'r o'yin. Hozir Minecraftni kiryapman, o'zingiz ham bilasiz. Minecraft qanaqa o'yinligini ham bilasiz. Xo'jam Muncherni ko'rganmisiz? Xo'jam Muncher. Kim ko'rgan bo'lsa, Xo'jam Muncherda o'sha o'yinni o'ynaydi. Hozir tez kirsa, men ham mazza o'ynardim. Kuttirmaslik kerak. Hozir Telegram kanali o'tishga Telegram kanali o'tish kerak. Hozir yorib qo'ying. Telefon yorug'lash. Mana bu yerda bunday qilamiz. Hop. Tak Telegramni o'tamiz. Deb bosamiz. Mana bitta modlar bor. Bitta akam modini o'ynayman. Har doim shu akam zo'r modlari. O'zi juda ham zo'r o'yinchi. Dunyoda bu akadan zo'r o'yinchi yo'q. Menga bu aka yoqadi. Faqat menga mana aka yoqadi. Xo'sh, modlar juda ham yaxshi ekan. Bombalar juda ham zo'r modlar bor ekan. Bu o'zbek mashinasi KAMAZ. Bo'pti, nima qildik endi? Xo'jam Muncher yo'q. Load Minecraft like. Juda qiyin. Xo'sh, voy ketib qoldim Minecraftga. Hozir meni asosiy narsam 今天呢，来给大家分享一些整理行李箱的小妙招。最占地方的就是衣服，在空间利用最大化的方式就是把它们卷起来。Sizden bormakina shu narsa. 小妹妹呢，可以放在像这样的收纳包里，干净又卫生。发饰也一样。我们小朋友的。Hozir payu. Shoxa play ekan. O'chirish kerak. Shoxa play ekan. Rasa zo'rda mashakam. Lekin aytib qo'y. Mashakam nima zo'r o'yinchi. Qani nima ekan? Shoxa